Butun dunyo ko'ryapti hozir internetda. Bizni dushmanlarimizga tayyor mana deydi, palon bo'ldi, po'kin bo'ldi. Ha, yaxshiliklarni kim ko'rsatadi? Dichi asfalt bo'lmagan joyda avvalo video qilib ko'rsatadi. Asfalt bo'lgan bu joylarni kim ko'rsatadi? Katta xoling ko'rsatadi misol. Kim ko'rsatadi buni? Nima yutuqlarga erishmayapmizmi? Yaxshiliklar yo'qmi bizda? Darvoda ozodlikka jo'natadi, palonini, po'kinini. Senga do'stmidi u? Nabarot bizni minusimizni kutayotadi. Mana shu gapimizga o'sha joyini qirqib oladi. Ol, o'shani qo'y, o'sha kanalingga shu gaplarimni. Tayyor o'zimiz sharmanda qilamiz. Yutuqlarni qo'yaylik. Kuyib o'lsin deydi-yu, ko'rsin biz yutuqlarni. Ha, bizni yutqizishimizdan ko'ra yutuqimiz ko'pmi? Ko'p, to'lib yotibdi. Faqat inson dunyoga qarashiga qarab dunyo unga ko'rinadi. İçi yiring, ichi axlat odamga dunyo yiring va axlat bo'lib ko'rinadi. İçi gulzor bo'lsin, nazari yaxshi bo'lsin, qalbi toza bo'lsin,